Bismillahirrahmanirrahim. Usul fiqh dersimizden devamını okuyalım. Biz ilgirki derste fariznanki ve farz ayının qaydaları hakkında toxtalgan toq. Əmdi qavaidul haram, haramның qaydaları hakkında. Qayda. Qad yakunu şey'u vaciben haraman ve qad yemtani'u zalik. Bu yer bir qayda var. O bolsunmu bir şey'i, yani bir iş yoki bir fiil hem vacip, yani fariz hem haram buludu. Bazıda bundaq buluşu mümkün emas. El-fi'lul vahidu qad yakunu haraman vaciben ev haraman halalan ve zalika fi mevadi'a. Bir fiil haram buludu hem vacip buludu. Yoki haram buludu hem halal buludu. Döndegidek bir qancha o'rinlarda buldu. Hozir tushundiramiz. Birinchi. El-vahidu bin-naw'i, bir turlik narsa. Yani masalan, bunun misali secde qilish. Agar secde Allah Taala uchun qilinsa, bu farz buludu. Lekin Allohdan boshqalar uchun bo'lsa, bu chaqda haram buludu. Yani Allah Taalaga secde qilish nuqtasidan farz buludu ve Allah'tan boshqasiga secde qilish nuqtasidan aytganda haram buludu. Bunun jumlasidan yana bir fiil ikki vaqtda yuz bersa, yoki ikki holat yuz bersa, yoki ikki xil niyatda yuz bersa, yoki ikki shaxsdan yuz bersa, u ikki shaklning, ikki suratning birisida vojib bo'ladi, yana bir shaklida, yana bir vaqtda, yoki yana bir holat, yoki yana bir shaxsda haram bo'ladi. Buning misoli Ramazonda kunduzi bir narsa yeyish haram. Lekin kechida bir narsa yeyish haram emas. Yani halal. Yani hayızdan pak, nifasdan pak ayal Ramazanның kunduzi bir narsa ise haram. Ama hayızlar ayal bir narsa yegan bo'lsa, o halal. Ve shundaqla kasal odam Ramazanның kunduzi, Ramazanningki hurmatini saqlamay, shu maqsadda bir narsa yegan bo'lsa, bu haram. Ama Allah Taala kasalga ro'za tutmaslikni ibto qilib o'tishni mubah qilganligi uchun, halol qilganligi uchun men halol deb yedim degan maqsad yegan bo'lsa, bu halol. والقتل للكافر الحربي حلال أو واجب في أحوال معينة والقتل للمسلم حرام. Harbiy kafir, yani musulmonlarga qarshi urush e'lon qilgan kafirni o'ldirish halol yoki muayyan ahvolda farz. Ammo musulmonni o'ldirish bo'lsa harom. Hamda ikkinchi, amal fi'lul vahidu bish-shaxsi, bir fi'il bir shaxsga nisbatan uni ham vojib hem haram deb bunda tasavvur qilishimiz tez. Lekin shundaq turibmi mumkin bo'ladi. Bir fiilning bir shaxsda sodir bo'lishining ma'nosi, masalan, bir kishi muayyan bir fiilni qildi. Masalan, muayyan bir namozga o'xshash. Uning namozi hem haram hem farz bo'lamdi. Uningga ado qilish jihatdan savob erishsa, yana bir jihatdan buning nisbatan u jazolanamdi. Ba'zi usulshunos olimlar bundaq bo'ladi dedi. Ular bununla bulanğan yerdə namaz oquşununki misalını keltirdi. Ular mundaq deyişdi. Biz bu məsələ, bu kişinin bulanğan zimində namaz oquşdan ibarət bu məsələ biz ayrım-ayrım iki nöqtədən qarayımız. Yəni ularning deməkçi bo'lğini, bu kişi namazını ada qilish jihatdan farzini ada qilish kerak bo'lganligi uchun buni o'qigan namozi farz bo'ladi. Bulanğan yerdə namaz o'qiganlikdan ibarət bu nöqtədən elib etganda haram buludu. Yani bu kişi bulanğan yerde namaz okumaslık gerek. Onun bulanğan yerde namaz okuşu haram. Ular bu kaidini ayrım-ayrım, yani birbirinden ayrılıp turulduğun iki nokta degan şu kaidi bilan ifadalagan. Biz yana bu meslige Abdullah ibn Jahsh radhiyallahu anhu'ningki şu Naxl degan joyga borgandagi şu qo'shinning qissasini misol qilib keltiramiz. Bular haqida Alloh taolaning buni oyat nazil bo'lgan. Ular senden uruş haram kılıngan ay to'g'risida so'raydi. Aytqinki, u ayda uruş qilish cho'ng günah, yani haram demekçi. Ta ki Allah Taalaning bunu ayetigichilik oyatlar nazil bo'ldi. Haqiqatan iman etgan müminler ve hicret qilganlar, Allah yo'lida jihad qilganlar, ular Allah Taalaning rahmetini arzu qildi, umid qildi. Allah Taala mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribon zotdir. Mazkur ikki oyat bularning bu sahabelerning bir amalga qarta hem günahkar bo'lganligini hem ajrga erishganligini ifodaladi. Ular urush haram qilingan ayda urush qilganligi uchun bu nuqtadan elib aytganda günahkar bo'ldi ve Allah yo'lida jihad qilganligi uchun buning qarta ajr mukofotga erishdi.
Ammo bir fe'l bir shaxsga nisbatan bir nuqtadan ilib aytganda, uning ham harom bo'lishi, ham farz bo'lishi mumkin emas. Yoki bir fe'l bir shaxsga nisbatan birli nuqtadan ham harom, ham halol bo'lishi mumkin emas, chunki bu zidlik, ya'ni zid gap bu. Haromga munosabatlik ikkinchi qoida. Ma la yatimmu tarkul harami illa bihi fa huwa wajib. Haromni tark etish faqat shuning bilan vujudga chiqadigan ish yoki narsa u vojib. Ya'ni u ishni tark etish, qilmaslik yoki u narsani yeyish masalan harom bo'lmasmi, halol bo'lsimi garchi, lekin haromni tark etish faqat shuni tark etish bilan vujud chiqqan bo'lsa, o chaqda uni tark etamiz. Fama la yumkinu tarkuhu min al-muharramati illa bi tarki ghayrihi. Harom qilingan ishlarni tark etish boshqa narsalarni, boshqa ishlarni yoki boshqa narsani tark etish bilan vujudga chiqadigan, mumkin bo'ladigan bunday narsalar. Gerçi u yana bir narsaning harom ekanligi tilga ilinmagan bo'lsa-mu, Qur'on hadisda hurrima haza shay'ul akharu. Yana bir narsa harom bo'ladi. Masalan, sizga halol go'sht bilan harom go'sht alishib qoldi. Bilmay qoldingiz. Qaysi halol go'sht, qaysi harom go'sht bilmay qoldingiz. U chaqda har ikkili go'shtni yemasligingiz vojib. Chunki bu yerdagi harom go'shtni tark etish halol go'shtni farq etgili bo'lmaganligi uchun yana bir biz bilmagan qaysi halol, qaysi haromligini bilmagan o'sha halol go'shtni tark etish bilan vujudga chiqadi. Har ikkisini tark etganda ondan harom go'shtni yeyishdan saqlana olamiz. Shuning uchun yana birisini tark etish bu yerda u vojib bo'ldi. Bu masala qarta yana nurg'ulg'an misollarni keltirishimiz mumkin. Bugungi dars mushagich bo'lsin. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.